tuzalish bunaqa bolalarning nutq chiqish etaplari. Birinchisi vokalizatsiya, ya'ni nutq chiqishdan oldin a o u harflar, tovushlar, qanaqadir tovushlar chiqarish boshlaydi bola. Undan keyin xitoycha til, детский лепт deyiladi, tushunarsiz tillar, o'zi yurgan yo'lida har balolar deb yurishi. Ana undan keyin bu ko'payib ketgandan keyin exalaliya, ya'ni hozir siz aytayotgan gap, nima desangiz ham o'zingizga xuddi papugaydek qaytarishi. Xuddi mana shu exalaliya deyiladi. Ana endi shu exalaliya ko'payib ketgandan keyin 4-etapimiz bu tushuncha, ya'ni tushunchasi oshib boraveradi bola. Tushunchasi to'liq oshgandan keyin muloqot, ya'ni nutq keladi. Sizlar hozir 3-etapdasizlar. Ya'ni exalaliya chiqqan, bolaning tushunchasi boshlangan, aytganlaringizni, hamma gaplaringizni tushunyapti, o'rgatganlaringizni o'rganyapti, lekin to'liq darajada emas hali. Hamma narsani to'liq darajada o'rgatilgandan keyin bola o'sha mana tushunchasi polniy kelgandan keyin 5-etapda muloqotga kirib ketadi. Sizlar hozir buni mana bu qaytarayotgani ham buni nima deydi? Yaxshi emasligidan emas, buni zo'rligidan. Ya'ni mana bu etaplardan o'tib bu yoqqa kelib o'sha betga o'tayotganinglardan, bu sizni bola bilan yaxshi ishlaganingizni dalolat. Tushundingiz-a? O'shaning uchun siz bundan xursand bo'ling. Men robotga o'xshab qolgan, endi nima qilaman?